yiliga bag'ishlangan Til mangu yoniqchiroq shiori ostidagi bayram tadbiriga jam bo'ldik. O'zbekiston Respublikasining davlat tili, ona tilimiz, uni qabul qilinganligi, o'zbek tiliga davlat maqomi berilganligining 36 yillik. Uni mukammalligini his qilib, jamiyatimizda ana shu tilga bo'lgan, unga hurmat holatida faoliyat olib borayotganidan men juda ham xursandman. Divanlar tili qutadgurlik yaratgan Yusuf Xos hojiblardek lug'atiy turk sohibi Mahmud Kosh shohonlar tili. Bo'ldi, spokoj saqlanglar, tinchlaninglar bo'ladi. Shu endi turishni bo'linglar. Do'stona desa bo'ladi. O'zi nima qilaman? Muammo demoqchisan-da? Какая разница? Muammoning ana shunda farqi juda ham katta. Tezda gapirish kerak shunda. Toza gapir, albatta tilni o'las qilding, betafakkur ablahlar. Nima aloqam yo'q вообще? Umuman aloqang yo'q. Qilyapmishing ham yaxshi. Masalan, qilding, tog'a. Bularni dimog'i chog'da. Til o'lib ketmaydimi? Nomard, ertaga qusiring, avlodga yuqmaydimi? Bevaqt bo'lib bo'yningizga oling. Sizdek nodir iste'dodlar dunyoga kam kelishini boshqalar bilmasa ham men yaxshi bilaman. O'zingizni ehtiyot qiling.